Assalomu alaykum, aziz tomoshabinlar. Bugun juda muhim ehtimol sizni tashvishga solishi mumkin bo'lgan, lekin mutlaqo bilishingiz shart bo'lgan bir mavzu haqida gaplashamiz. Ayniqsa keksa avlod vakillari. Ya'ni hurmatli pensionerlarimiz uchun bu ma'lumot hayotiy ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. So'nggi paytlarda pensiya masalalariga oid juda ko'p savollar kelmoqda va ularning orasida pensiyamizning yarmini tortib olishlari mumkinmi? Yangi jarimalar chiqqanmish. Bu nima degani? Degan savollar ayniqsa ko'p. Hozir aytadiganlarim har biringizga tegishli bo'lishi mumkin. Shuning uchun bu videoni oxirigacha diqqat bilan ko'rishingizni so'rayman. Bu ma'lumotni bilmaslik siz uchun jiddiy moliyaviy muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Shuning uchun hozirning o'zida kanalimizga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'ying. Bu bizga bunday muhim ma'lumotlarni ko'proq odamlarga yetkazishga yordam beradi. Keling, mavzuga kirishaylik. Muammoning mohiyati oldin qanday edi va hozir nima o'zgardi? Avvalambor shuni aytib o'tishim kerakki, pensiyadan majburiy undiruvlar har doim ham mavjud bo'lgan. Bu yangilik emas. Agar odamning qarzi bo'lsa, u sud qarori bilan yoki ayrim hollarda ijro hujjatlari asosida pensiyadan ushlab qolinishi mumkin edi. Masalan, aliment to'lovlari, bank kreditlari bo'yicha qarzdorliklar, soliq qarzlar, ma'muriy jarimalar shular jumlasidan. Bunda odatda ma'muriy ijro byurosi amaydi. Organlari sud qarorlari yoki boshqa ijro hujjatlari asosida qarzdorning pensiyasidan ma'lum bir foizni ushlab qolish huquqiga ega edi. Ammo so'nggi yillarda davlatimizda raqamlashtirish jarayonlari faol rivojlanayotgani, ma'lumotlar almashinuvi tizimi takomillashgani sababli pensionerlarning daromadlari va majburiyatlari haqidagi ma'lumotlarni aniqlash imkoniyatlari sezilarli darajada kengaydi. Ilgari pensionerning rasmiy pensiyasidan tashqari qandaydir qo'shimcha daromadi bor yo'qligini aniqlash qiyinroq edi. Endi esa soliq organlari, banklar, kadastr va boshqa davlat idoralari o'rtasida elektron ma'lumot almashinuvi juda yaxshi yo'lga qo'yilgan. Bu degani, sizning bank hisobingizga tushadigan har qanday pul o'tkazmalari mulkingizga tegishli ma'lumotlar. Hatto yashirin daromad manbalari ham ancha osonroq aniqlanmoqda. Bu esa turli xil qarzdorliklar va noto'g'ri olingan nafaqalarni aniqlash va ularni pensiyadan undirish mexanizmlarini tezlashtirdi va takomillashtirdi. Asosiy qism bin. Nimalarni bilish kerak? Kimlar xavotir olishi kerak va kimlar xavotir olmasa bo'ladi? Eng avvalo shuni ta'kidlash lozimki, pensiyadan undiruvlar asossiz ravishda amalga oshirilmaydi. Har bir undiruvning o'ziga yarasha qonuniy asosi bo'ladi. Lekin ba'zi odamlar bu asoslarni bilmasligi, tushunmasligi yoki e'tiborsiz qoldirishi mumkin. Kimlar xavotir olishi kerak? Birgi, rasmiy daromadi bo'lsa-da, uni deklaratsiya qilmagan pensionerlar. Bu eng ko'p uchraydigan holatlardan biri. Ko'pgina pensionerlar pensiya hisobiga tirikchilik qilsalarda, ba'zilarida qo'shimcha daromad manbalari bo'ladi. Masalan, misollik, keling, 7 yoshli Oysha momoni olaylik. U kishi shahar markazida 2 xonali kvartiraga ega bo'lib, o'zining pensiyasi kamlik qilgani uchun oilaviy byudjetga oz bo'lsa ham yordam bo'ladi degan maqsadda bir xonasini talaba qizlarga ijaraga beradi. Har oy erkin 5 million so'm ijara haqi oladi. Bu daromadni soliq idoralarida rasmiylashtirmaydi va soliq to'lamaydi. Faraz qilaylik, ertalab kofe ichish uchun chiqqan qizlardan biri eshik oldida shovqin solgani uchun qo'shni organlarga murojaat qildi. Oqibatda uy ijaraga berilgani, daromad deklaratsiya qilinmagani va soliq to'lanmagani aniqlandi. Bunday holatda Oysha momodan nafaqat o'tgan yillar uchun to'lanmagan soliqlar. Masalan, 5 million so'mning indiya qiymati bo'lsa, har oyga 190 ming so'm, balki kechikkanlik uchun penya va jarimalar ham undirilishi mumkin. Agar bu daromad 3 yil davomida yashirilgan bo'lsa, undiriladigan summa bir necha million so'mga yetishi mumkin va bu summa bevosita uning pensiyasidan ushlab qolinadi. Ba'zan esa qo'shnilar yoki boshqa shaxslar ma'lumot berish natijasida ham shunday holatlar yuzaga kelishi mumkin. 2. Turli xil ijtimoiy imtiyozlarni yoki nafaqalarni asossiz ravishda olgan pensionerlar. Ba'zida odamlar o'zlarining ijtimoiy holati o'zgarganini, masalan, nogironlik guruhi o'zgarishi, qarovchiga muhtojlik holati yo'qolishi, boquvchisini yo'qotgan nafaqasini olgan shaxsning turmush qurishi o'z vaqtida tegishli organlarga xabar bermaydi. Natijada ular ortiqcha nafaqa yoki imtiyoz olib qolishadi. Misol 2, Qodir aka faraz qilaylik, birinchi guruh nogironligi bo'lganligi sababli o'zi pensiyadan tashqari maxsus nafaqa ham olardi. Ammo uning sog'lig'i yaxshilanib, bir necha yildan keyin ikkinchi guruh nogironligiga o'tkazildi.
Qodir aka esa bu haqida pensiya fondiga xabar bermadi va hali ham birinchi guruh uchun nafaqa olishda davom etdi. Bir necha oydan keyin pensiya fondi ma'lumotlar bazasini yangilaganda bu xatolik aniqlandi. Endi Qodir akadan ortiqcha to'langan nafaqa summasi hatto bir necha million so'm bo'lsa ham uning pensiyasidan undirib olinishi mumkin. Bu ham ba'zan jarima deb qabul qilinishi mumkin. Aslida esa bu ortiqcha to'langan mablag'ni qaytarish hisoblanadi. Qarzdorligi mavjud bo'lgan pensionerlar bu eng keng tarqalgan holat. Qarzlar turlicha bo'lishi mumkin. Kommunal to'lovlar bo'yicha qarzdorliklar, gaz, elektr energiyasi, suv, chiqindi, issiqlik ta'minoti va boshqalar. Misol uchun, holda bu o'g'li chet elga ketgan sababli uyda yolg'iz yashaydi. Elektr energiyasi uchun hisoblagishga o'z vaqtida qaramagan. Qarzlar 2 million so'mga yetib ketgan. Energiya ta'minoti korxonasi sudga murojaat qilgan va sud qarori bilan bu qarzdorlikni holda buning pensiyasidan ushlab qolish to'g'risida ijro varaqasi chiqqan. MIB organlari pensiyadan har oyda ma'lum bir foizni ushlab qola boshlaydi. Bank kreditlari bo'yicha qarzdorliklar. Agar pensionerning o'zi kredit olgan bo'lsa va uni to'lay olmasa, misolda Ahmad amaki nabirasining to'yi uchun bankdan 5 million so'm kredit olgan. Ammo kutilmaganda sog'lig'i yomonlashgani tufayli kreditni to'lay olmay qoldi. Bank sudga murojaat qildi va sud qaroriga asosan Ahmad amakining pensiyasidan kredit qarzi undirilishi boshlandi va transport jarimalari yo'l harakati qoidalarini buzganlik uchun belgilangan jarimalar. Misol 5 O'lim aka o'zining eski Jigulisida shaharda doimiy harakatlanadi. Kameradan tezlikni oshirgani uchun bir necha marta jarimaga tushgan, lekin ularni to'lashga shoshilmagan. Jarimalar summasi 20 million so'mga yetgach, MIB organlari avtomatik ravishda uning pensiyasidan ushlab qolishni boshlaydi. Boshqa qarzdorliklar, masalan, biror fuqaroga yetkazilgan moddiy zarar, aliment majburiyatlari bo'yicha qarzdorliklar va boshqalar. Ayniqsa, kafillik masalasi. Misol 6 O'ktam amaki ukasining uy-joy kreditiga kafil bo'lgan. Ukasi chet elga ketib qolib, kredit to'lovlarini to'xtatgan. Bank kafil sifatida O'ktam amakidan qarzni undirishni talab qildi. Natijada O'ktam amakining pensiyasidan ukasining krediti uchun to'lovlar undirilishi boshlandi. Bu juda og'riqli holat bo'lib, ko'pincha pensionerlar kafillikning qanday jiddiy oqibatlarga olib kelishini to'liq tushunib yetmaydilar. Kimlar xavotir olmasa bo'ladi? 1. Faqat pensiyasi hisobiga yashaydigan va boshqa hech qanday daromadga ega bo'lmagan pensionerlar. Agar sizning yagona daromad manbangiz pensiyadan iborat bo'lsa va hech qanday qarzingiz yo'q bo'lsa, siz xavotir olmasangiz ham bo'ladi. Pensiyangizdan hech narsa ushlab qolinmaydi. 2. Qo'shimcha daromadi bor, ammo uni rasmiy ravishda deklaratsiya qilgan va soliqlarni to'lagan pensionerlar. Masalan, siz kvartirangizni ijaraga berasiz, lekin shartnoma tuzib soliq idoralarida ro'yxatdan o'tgan bo'lsangiz va o'z vaqtida soliqlarni to'lab borgan bo'lsangiz, bu borada hech qanday muammo yuzaga kelmaydi. Yoki ehtimol siz pensiyaga chiqqandan keyin ham kichik bir korxonada rasmiy ravishda yarim stavkada ishlayapsiz. Bu daromadingizdan ham soliqlar o'z vaqtida to'lanayotgan bo'lsa, sizga hech qanday jarima qo'llanilmaydi. Asosiy qism 2. Qoidalardagi istisnolar, nozik jihatlar va oshkor bo'lmagan nuanslar. Pensiyadan undiruvlar masalasida bir qancha muhim nuanslar borki, ularni bilish sizni ko'plab muammolardan qutqarishi mumkin. 1. Undiruvlarning maksimal miqdori. Qonunchilikka ko'ra, pensionerning pensiyasidan ushlab qolinadigan mablag'ning maksimal miqdori belgilangan. Odatda umumiy hisobda barcha undiruvlar pensionerning oylik pensiyasining 7% dan oshmasligi kerak. Ba'zi istisno holatlarda, masalan, aliment majburiyatlari yoki yetkazilgan zarar uchun undiruvlar sud qarori bilan 7% gacha bo'lishi mumkin, ammo bunday holatlar kam uchraydi va asosan jiddiy qonunbuzarliklarga taalluqli bo'ladi. Muhimi, sizning pensiyangizning yarmi bir zumda tortib olinmaydi, balki har oyda ma'lum bir qismi ushlab qolinadi. Shuni unutmangki, har bir fuqaro uchun, hatto qarzdor bo'lsa ham, yashash uchun zarur bo'lgan minimal mablag' qolishi shart degan tamoyil mavjud. Lekin bu minimal miqdor doim ham siz kutganchalik yuqori bo'lmasligi mumkin. 2. Qarz turlari va ularni undirish tartibi. Turli xil qarzlar turli xil tartibda undiriladi. Ma'muriy jarimalar, yo'l harakati, jamoat tartibini buzish. Bu jarimalar MIB organlari orqali undiriladi. Agar jarimani belgilangan muddatda to'lamasangiz, MIB ijro hujjatini olib, pensiyadan majburiy undiruvni boshlaydi. Bu soliq qarzlari. Soliq organlari o'z navbatida soliq qarzdorliklarini aniqlaydi va MIBga undiruv bo'yicha topshiriq beradi.
va kommunal to'lovlar va kreditlar, bu turdagi qarzdorliklar odatda kommunal xizmat ko'rsatuvchi korxonalar yoki banklar sudga murojaat qilishi natijasida sud qarori asosida undiriladi. Asossiz olingan nafaqalar. Pensiya fondi ortiqcha to'langan mablag'ni aniqlaganda avvalo fuqaroga xabarnoma yuboradi. Agar fuqaro ixtiyoriy ravishda qaytarmasa, sud tartibida yoki ijro hujjatlari asosida undirib amalga oshiriladi. 3. Xabardor qilish tartibi. Qonunchilikka ko'ra, har qanday undirib boshlanishidan oldin fuqaro bu haqida xabardor qilinishi shart. MIB soliq organlari yoki pensiya fondi sizga qarzdorlikning mavjudligi va uni to'lash zarurligi haqida yozma xabarnoma, ogohlantirish yuborish kerak. Bu xabarnomalarni e'tiborsiz qoldirmaslik juda muhim. Agar sizga xabarnoma kelmasa yoki siz uni olmasangiz, bu sizning huquqlaringiz buzilganini anglatishi mumkin. Shu sababli doimiy yashash manzilingizdagi pochta qutingizni tekshirib turishga harakat qiling. MIBning elektron tizimlari orqali ham qarzlaringizni tekshirib turish mumkin. 4. Eski qarzlar uchun davom muddati. Ba'zi turdagi qarzlar uchun davom muddati mavjud. Masalan, fuqarolik qonunchiligida umumiy davom muddati 3 yil. Ya'ni, agar biror qarz bo'yicha 3 yil davomida hech kim sizga da'vo qilmagan bo'lsa va bu muddat o'tib ketgan bo'lsa, siz bu qarzni to'lashga majbur bo'lmasligingiz mumkin. Biroq bu har doim ham shunday bo'ladi degani emas va har bir holat alohida ko'rib chiqilishi kerak. Shuningdek, jarimalar bo'yicha ham o'zining muddati bor. Lekin agar sud qarori chiqarilgan bo'lsa, sud qarorining amal qilish muddati ancha uzoq bo'ladi. Bu masalalarda albatta yurist bilan maslahatlashish tavsiya etiladi. 5. Hibsga olishlar va mol-mulkka taqiq. Juda jiddiy qarzdorliklar mavjud bo'lganda MIB organlari nafaqat pensiyadan undiruvni amalga oshirishi, balki sizning mulkingizga, masalan, avtomobil, yer uchastkasi, hatto ba'zi holatlarda uyga taqiq qo'yishi, bank hisob raqamlaringizni muzlatishi yoki mol-mulkingizni xatlashi mumkin. Bu holatlar ko'pincha qarz summasi juda katta bo'lganda yoki fuqaro undiruvdan qochishga uringanda yuz beradi. 6. Pensionerlarning himoyasi. Qonunchilik pensionerlarning ijtimoiy himoyasini ta'minlashga qaratilgan. Masalan, yuqorida aytilgandek pensiyadan ma'lum 1% dan ortiq ushlab qolish mumkin emas. Shuningdek, nogironligi bo'lgan pensionerlar, yolg'iz yashovchi keksa fuqarolar yoki juda kam pensiya oluvchilar uchun ba'zi qo'shimcha imtiyozlar yoki himoya mexanizmlari mavjud bo'lishi mumkin. Lekin ularni bilish va o'z huquqlaringizni talab qilish muhimdir. Praktik tavsiyalar. Tomoshabin nima qilish kerak? Xo'sh, aziz do'stlar, bu ma'lumotlarni bilgan holda sizning bu borada shaxsiy harakatlaringiz qanday bo'lishi kerak? Men sizga bir qancha aniq va amaliy tavsiyalar beraman. 1. Qarzdorligingizni tekshiring. Bu eng birinchi va muhim qadam. Sizda qandaydir qarzdorlik bor yo'qligini muntazam ravishda tekshirib turing. Qanday qilib? Majburiy ijro byurosi veb sayti orqali. MIBning rasmiy saytida shaxsiy identifikatsiya raqamingiz, JSHR orqali o'zingizdagi ijro ishlari va qarzlarni tekshirishingiz mumkin. Bu juda qulay va tezkor usul. Soliq organlarining sayti orqali, soliq qo'mitasining rasmiy portali, soliq.uz orqali ham soliq qarzdorliklaringizni tekshirib bo'lishingiz mumkin va kommunal xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar orqali gaz, elektr, suv, chiqindi kabi to'lovlar bo'yicha qarz mavjudligini o'zingiz yashaydigan hududdagi tegishli xizmat ko'rsatuvchi korxonalar bilan bog'lanib aniqlashingiz mumkin. Ko'pgina kommunal xizmatlar uchun endi mobil ilovalar va Telegram botlar orqali ham qarzni tekshirish imkoniyati mavjud. Banklar orqali. Agar sizda kredit bo'lsa, bankning mobil ilovasi orqali yoki bevosita bankka murojaat qilib qarzdorlik holatini tekshirib turing. 2. Daromadingizni rasmiylashtiring. Agar pensiyadan tashqari qandaydir qo'shimcha daromadingiz bo'lsa, masalan, kvartira ijaraga berish, kichik hunarmandchilik faoliyati, yakka tartibdagi tadbirkorlik va hokazo, uni qonuniy tarzda rasmiylashtiring. Kvartirani ijaraga berish bo'yicha soliq idoralarida shartnoma tuzib, ro'yxatdan o'tish va har oyda tegishli soliqni to'lab borish. Kichik tadbirkorlik faoliyatlari uchun esa yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tib, belgilangan soliq rejimlaridan foydalanish sizni ko'plab muammolardan himoya qiladi. Hozirda o'zi band qilgan shaxslar uchun ham juda soddalashtirilgan soliq tizimi mavjud. Bu tizim orqali daromadingizni rasmiylashtirish juda oson va bu sizga xotirjamlik beradi. Imtiyoz va nafaqalaringizni muntazam ko'rib chiqing. Agar siz biror ijtimoiy imtiyoz yoki qo'shimcha nafaqa olsangiz, o'zingizning ijtimoiy holatingizda nogironlik guruhi, oilaviy holat,
qarovchiga muhtojlik va hokazo o'zgarishlar bo'lsa, bu haqda zudlik bilan pensiya jamg'armasi yoki tegishli ijtimoiy himoya bo'limlariga xabar bering. Vaqtida xabar bermaslik. Ortiqcha to'langan mablag'larni keyinchalik majburiy undirishga olib kelishi mumkin. 4. Kafillik masalasida ehtiyot bo'ling. Agar sizdan kimdir kreditga kafil bo'lishni so'rasa, bu masalaga juda jiddiy yondashing. Kafillik bu sizning qarzni to'lash majburiyatingizni o'z zimmangizga olish demakdir. Agar asosiy qarz oluvchi o'z majburiyatlarini bajarmasa, barcha qarz sizning zimmangizga tushadi va bu sizning pensiyangizdan undirilishiga olib kelishi mumkin. Hech kimga kafil bo'lishdan oldin uning to'lov qobiliyatini, kredit tarixini va mas'uliyatini sinchiklab o'rganing. 5. Hujjatlaringizni tartibda saqlang. Har qanday to'lov kvittansiyalari, shartnomalar, xabarnomalar va davlat organlari bilan bo'lgan yozishmalarni saqlab qo'ying. Agar biror tushunmovchilik yoki tortishuv yuzaga kelsa, bu hujjatlar sizning huquqlaringizni himoya qilishda asos bo'lib xizmat qiladi. 6. Huquqiy yordamdan foydalaning. Agar sizga qarshi undiruv boshlansa yoki sizda biror savol tug'ilsa, darhol mutaxassisga, ya'ni huquqshunosga yoki yuristga murojaat qiling. Ko'plab joylarda pensionerlar uchun bepul huquqiy maslahat berish xizmatlari mavjud. Davlat huquqiy maslahat markazlari, notariuslar va advokatlar palatasining hududiy bo'limlariga murojaat qilishingiz mumkin. O'z huquqlaringizni bilish va ularni himoya qilish har doim muhim. 7. Rasmiy xabarnomalarni e'tiborsiz qoldirmang. Sizning manzilingizga keladigan pochta xabarlarini, ayniqsa davlat idoralaridan kelgan maktublarni ochib o'qishga erinmang. MIB, soliq yoki sud idoralaridan kelgan har qanday xabarnoma jiddiy e'tibor talab qiladi. Ularni e'tiborsiz qoldirish keyinchalik vaziyatni yanada murakkablashtirishi mumkin. Yakuniy xulosa va so'nggi chaqiriq. Xulosa qilib aytganda, aziz tomoshabinlar, pensiyadan majburiy undiruvlar hech kimga yoqmaydi. Lekin qonunchilik buni nazarda tutadi. Maqsad pensiyadan pul olish emas, balki qarz majburiyatlari va soliq tartib qoidalariga rioya etilishini ta'minlashdir. Bu jarayonlardan qo'rqish emas, balki ularni tushunish va o'z vaqtida to'g'ri harakat qilish kerak. Yuqoridagi tavsiyalarga amal qilsangiz, siz o'zingizni ko'plab kutilmagan moliyaviy muammolardan himoya qilgan bo'lasiz. Unutmang, eng yaxshi himoya bu oldindan bilish va profilaktika qilish. O'z pensiyangizni, daromadingizni va moliyaviy majburiyatlaringizni nazorat qiling. Bu video siz uchun foydali bo'ldi degan umiddaman. Bu borada sizda qanday fikrlar, savollar yoki ehtimol shaxsiy tajribalar bor? Izohlarda o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bu bizga kelajakda ham shunga o'xshash foydali ma'lumotlarni sizga taqdim etishga motivatsiya beradi. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'ling.